Biz Seulga to'g'riroq yo'lga chiqdik. Zakovat 2-ligasi ekan. Bayu tomonidan tashkil qilinayotgan. Busan nomidan ketyapmiz. Bilmadim, bu yoqda men ishtirokchilardan Orifjon, Tohir eng geniy o'sha liderimiz. Har bitta soha kino, siyosat, Rossiya farqi. Bu yoqda shopir. Shopir. Bitta so'zda shopir. Faqat havo juda yomg'irli, e'tibor bergan bo'lsanglar. Bizga menimcha unchalik ta'sir qilmasa kerak. Shunaqa, hammasi zo'r bo'ladi. Birinchi o'rin bizniki. Faqat chaqmoq yetishmayapti xolos. Hozir dam olish nafasdamiz. Mana mashinalar to'xtab, demak dam oladi. Yaqin qoldik. Nasib etsa 1 soat, 1-2 soatda borib qolamiz. Jahongir videograf o'zimiz sizlarga mana Robert kofe tayyorlaydigan. Kofelari ham qimmatron ekan. 4,5 ekan. Eng arzon 4,5 ayt amerikan. Robert taqadi beradi. Inşallah oynaydigan ham bor ekan. Pul chiqib, bemalol o'ynaverasiz. Siya kiraylik. Yana ochib olishim bor. Olamiz. Video ko'ryapmiz. Mashhur ketasiz. Meni video ko'ryapsiz. Meni videoga olyapsizlar. Bo'ladida. Xush kelibsizlar. Biz Grevey'da boshladik. Hozir yo'lga ketyapmiz. Xudo 80 kilometr qoldi. Oxirigacha kuzatib borsanglar, agar yo'lda ko'rib qolsanglar, bizni to'xtatib, pulni olsanglar bo'ladi. Rivojlanishda davom etamiz. Eng muhimi rivojlanishda davom etamiz. Biz YouTube kanalimizga obuna bo'lasizlar. Bu yog'iga sizlarga yangi chiroyli kontentlardan qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Eng muhimi rivojlanishdan to'xtamaymiz. Do'stlar, biz Iteonga keldik. Mana qo'yamiz. Endi oshxona qidirib, qorin to'yg'izib, keyin biroz aylanamiz. Keyin ketamiz. Fikrlar. Juda zo'r. Hozircha kech bo'lgan. Qayerga borishni bilmay turibmiz, nima qilishni bilmay turibmiz. Xudo xolasa yechim topamiz. Soat uje 22:35 bo'ldi. Soat 12 gacha ovqatlanib, yo'q qilib, shu keyin uxlashga mashqqa kirsak kerak menimcha yoki bir boshqa joyga boramiz, xudo xolasa. Shunaqa. Ana Orifjon, Mana shu yerdamiz, Iteonda. O'zbek oshxona qidiryapmiz. Halol ko'ramiz. shunaqa vay qolgan bolalar ham
bu yerda. Shunaqa. Mana Orifjon xohlagan endi hozir Orifjon polностью Etion haqida vlog qilmoqchi ekan. Shunga Orifjonni hozir glavniy anaqada olib yuribmiz kamerada. Gapiravering bemalol hamma narsani o'zingiz fikrlaringizda. Kechasi odam qaynayapti. Juda ko'p chet elliklar hamma bor. Menimcha yo'q odam o'zi yo'q. Tungi jin ko'chalar. Bitta milisalar yuribdi. Bas. Tasavvur qilish Olish kerak. qiyin joylar. Nima deymiz? Kuzatishda davom etinglar. Hozircha bo'ladi. Qayerga ketamiz? Kebabga boramiz balki? Shu kebabga kirsam kerak menimcha. Mana Jahongir ham shu yerda. Jahongir, nima deysiz Etion haqida? Bu senda farqi bormikan? Kameraning aysosini gapiraman. Bu senda farqi bormikan? Albatta. Hozir Men kebab bor ekan. Kebab bor ekan mana shu yerda. Hozir bir kebab bir ko'ramiz qanaqa. o'tsak bo'ladi. O'tsa bo'lar ekan. Tohir, nima deysiz? Men kelganimdan beri yagona ko'rgan fikrim juda atmosfera boshqacha. Bu sendan farq qiladimi? Ha, juda butunlay boshqacha. Balkim buning asosiy sababi hali biz ko'p joyga borib ulgurmaganimiz sabab. Bitta mana karvon. Ha, mana shu, mana shu. Kram Ana hozir karvon kebab keldik. reklama. Xullas, shunaqa. Nima deysizlar? Kiramizmi? Kiramizmi? Kiramiz. So'yamiz, qarang. Qilishga necha? Ketdingmi? Nima qilamiz? Bir ko'raylik. Mana menyular bor ekan. Ha, menyu mana shunaqa. Kirishdan oldin menyusini bemalol ko'rsa bo'lar ekan, ya'ni xohlasanglar yoqsa, yoqmasa, kirmasanglar ham bo'ladi. Shunga qarab nima qilasizlar. Burger Kingga kirgan yaxshimi deyman? Lekin narxlari ozroq o'shanga qaraganda qimmatroq. Nimani? Endi shunaqa tuyulyapti bizga. Bitta yetadi. Special. Nechun? 26 ming. Mana shuni o'zi bitta mana kattaligi 26 ming so'm ekan. 2 kishi, 3 kishi to'yami? 3 kishi. Ya 3 kishi to'ymasa kerak. Menimcha 1 kishilik ovqat, yo 2 kishilik ovqat bo'lsa kerak mana. Chunki 2 yo 1 kishilik ovqat lekin bilmadim. Endi bu yerga hozir ham menyusini ko'rish kerak ekan. Nima yoqda yana nimalari bor? 2 kishilik ekan, hamma ovqat qisqasi. Kim aytdi? Ahmoqlar 2 kishi to'yapti baribir. Bilmadim, nima deysizlar? Hozir aylanib keyin naqlamizmi? Aylanalik qan. Bo'lmasa muhitni ko'raylik hozir. Xullas, nima deb bayram bo'lyapti? Nima bo'lyapti? King kebab bor ekan, mana. Qani? Yo'l naryoqda. Ha, King kebablar bor ekan bu yoqda. Subway, hamma narsa, lekin atmosfera juda boshqacha, odam juda ko'p. Ya'ni koreyslar emas, ko'proq chet elliklarda. Jin ko'cha. Jin ko'cha deyish, aka jin ko'cha deb qo'yadi. Tomonlar nima narsa endi bu? King kaymak degan bor ekan. King kaymak. Ular vibe mana shunaqa. O'g'il bolalar mana shunaqa ham yuraverar ekanda. Hadislar endi har xil voqealar, bilmadim endi men hayron qolyapman ba'zi narsalarni ko'rib. Ha? Mana hamma narsa na связи. Ozgina neto ishlar qilsanglar, birdan olib ketilasizlar. Neto gapirgan joyimizga tit qo'yib yuborasiz-da, maylimi? Bu yerda vashchanoq-ku, odamni. Jahongir nima deysiz? Mana odamlar bor ekan orqasida. Bo'ladi. Ketadi. Qatga yuramiz. Qayerga yuramiz?
Ha? O'tsak o'taylik, bir o'tib kelaylik, yuribmiz-da. Mana shu xullas Itivon Center yuribmiz. Qayerga borishni bilmay. Ko'cha. Jin ko'chami, nima ko'cha? Har tomonlama sevib ekan. Kuchuk bir deb bor. Ular shunaqa vibe. Bitta Qiziljon. Orifjon, Jahongir hali ham yuribmiz. Nimadir qilishni bilmaymiz, nima qilishni. Taksimga yo'g'irgan. Shuni kirsak ham bo'ladi lekin. Mana qaranglar. Ya arzonga o'xshaydi. Ular mana minus shunaka. First time, brat, yashil so'z. Bak, yo'q onasinincha. Hozir sizlarga antiq odamlar ko'rsataman. Menu. Burada nimadir otda ketaverdim deyman, ha? Menimcha bir yerga borish kerak bunayda. Nima deysiz, fikringiz nima? Pasportga borish kerak qandaydir, koreys. Shu arzonroq deysizmi? Ha? To'yimliroq. Sizlarcha nima deysiz? Bilmadim men. Yana ozroq sayr qilaylikmi? Ha, sayr qilaylik. Bolalar sayr qilishni xohlayapti, bo'lmasam sayr qilamiz ekan. Mana shu yerda insonlar vafot etgan yo'lakcha mana shu bo'ladi-da. Juda tiqilinch. Ko'rsanglar bo'ladi. Xullas mana shu ko'cha, ya'ni o'lim vafot etganlar mana shu ko'chada vafot etgan. Juda kichkinaligi uchun tiqilib o'lishib qolgan shu anaqa. Qo'l deysiz. O'zini qarab. Qo'l deysiz bayramda. Qo'rqitadi. Не знаю. Shunaqa gaplar xullas. Okalar. Cho'ta biz Posanni stilda hali ham yuribmiz-da, Seulga kelib. Nima gap? Ha. Mana. Oxiri biz turk oshxonaga kirdik. Mana shunaqa atmosfera. Tandirlar bilan. Nima buyurdik? Nima aytdik? Set aytdik. Rosa 49,5 ming. Set aytdik. Shunaqa endi ovqatlanib birozdan olamiz. Bizga Kesib ham bermadi. ovqat keldi. Kesib ham bermadi. Ovqat haqida fikrlar. Men uni qo'shdim. Yeb qo'ydim. To'rtta ekan. Ovqat haqida fikrlar. Xullas zo'r, mana vibe juda zo'r. Lekin hozir pullar qimmat demasak, Kam ekanlik. kam ekanligi. O'shanga qaraganda kamroq narsa. Bosh pulga bermasmikan? Bor turibdi. 4 kishiga ikkita ko'p. Oilaviy setda. 4 kishining narsa so'rab keldi. Böyle qo'lda yuraman. Shunaqa. Yeb qo'ydik. To'qimni ishtaha. Hamma joy klublar, tungi klublar juda ko'p ekan bu yoqda. O'zi menimcha shundan hamma chet elliklar shu yerda. Tungi hayot shu yerda ekan. Hozir biz Seul markaziy masjiddamiz. Juda go'zal joylar. Sizlarga ko'rsataman. Masjid. Ulug'vor masjid. Men birinchi marta kelishim juda katta. Juda chiroyli masjid. Mana bu yerdan yana o'zgacha vibe. Hoppa. Shakar. Biz
ichkari kirib ko'rmoqchimiz. Hozir ichkarida bayram ko'ramiz. Kitoblarni biriga islom. Ne haqidagi kitoblar? Nimalar yo'q ekan bu yoqda. Endi tepada ko'rsam ko'ramiz. Buni sochishdan katta. Yo'q. Harigachi. Biz ochiq bo'ladi deb aytganmi? Nahotki masjidlar yopib turibdi kech bilan. Biz Seul deganmiz. Ya'ni masjidda tunab qolamiz degandik. Ertaga ertalab tadbirimiz bor. Shunga xudo xolasa ertaga ertalab chiqib ketamiz. Bu yerda qolib bonutlarni o'qib deb reja qilib kelgandik. Endi hozir boshqa variantlarni topamiz endi. Inshaalloh. Unaqa muammosi yo'q. Merhaba. Shu yerda o'tirib nima qilishni o'ylab olib, keyin davom etamiz. Hozircha bugungi kun shu yerga tugatib turamiz. Ertaga yana ko'rishamiz.